Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz tashqi savdoni tartibga solishni ta'rif metodlari. Bu mavzuni quyidagi rejalar bo'yicha o'rganamiz. Tashqi savdoni tartibga solishni zarurati va tashqi savdo siyosati, bojxona tariflarining turlari, ularni hisoblash usullari, bojxona tariflarini qo'llashni jahon tajribasi va tarifli boshqaruvni afzallik va kamchiliklari. Demak, tayanch iborali keltirilgan va sizga birinchi darsda qaysi adabiyotlardan foydalanish kerakligi aytilgan. Demak, tashqi savdo siyosati deganda o'zi nimani tushunamiz? Tashqi savdo siyosati davlatni tashqi iqtisodiy siyosatining bir bo'lagi, bir tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni milliy iqtisodiyotni tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga hamda tashqi raqobatdan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni, ya'ni xorijiy raqobatchilardan himoya qilishga ko'maklashuvchi chora-tadbirlar yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Endi tashqi savdo siyosati o'zi ikki xil yo'nalishda amalga oshiriladi, ya'ni eksport siyosati va import siyosati. Hammamizga ma'lumki, demak, eksport siyosati bu eksportga yo'naltirilgan model bo'lib hisoblanadi. Import siyosati esa import o'rnini, demak, qoplovchi siyosat bo'lib hisoblanadi. Ko'pchilik mamlakatlar mana shu siyosatda, ya'ni import siyosatida sanoatlashtirishda katta rol o'ynaydi. Endi erkin savdo siyosati o'zi nima? Albatta, erkin savdo siyosati, demak, talab va taklif asosida rivojlanadigan erkin savdo davlatini eng kam aralashuv siyosatini aks ettiradi. Ya'ni bu siyosatda davlatning aralashuvi kamroq bo'lishi kerak. Proteksionizm siyosati. Endi proteksionizm siyosati bu tarif usullari orqali va notarif usullar orqali ichki bozorni xorijiy raqobatchilardan himoya qilish maqsadida ishlatiladi, ya'ni qo'llaniladi. Ko'pincha iqtisodchilarda doimiy ravishda mana shu ikkita savol ko'pincha o'ylantirib kelgan. Ya'ni qaysi bir siyosat afzal degan. Ya'ni milliy sanoatni rivojlanishiga imkon beruvchi proteksionizm siyosatimi va xalqaro ustuvorlikda qo'l keluvchi, demak, erkin savdo siyosatimi? Albatta, mamlakatlar bu faoliyatni, ya'ni ikki savdo siyosatini gohida, demak, ikkalasini ham qo'llashlari mumkin bo'lib hisoblanadi. Endi proteksionizmda qanday turlari bor? Selektiv proteksionizm, tarmoq proteksionizmi, jamoaviy proteksionizm va yashirin proteksionizm. Demak, selektiv proteksionizm deganda ayrim mamlakatlarni ayrim tovar guruhlariga nisbatan qo'llaniladigan siyosati bo'lib hisoblanadi. Tarmoq proteksionizmi, demak, ma'lum bir tarmoqlarda qo'llaniladigan siyosat. Bu ko'pincha bizda agrar sohada, qishloq xo'jalik tarmog'ida ko'proq qo'llaniladi bu siyosat. Demak, jamoaviy proteksionizm esa ma'lum bir birlashmalar tomonidan, demak, bevosita qo'llaniladigan, demak, uchinchi mamlakatlarga, ya'ni o'sha birlashmaga kirmaydigan mamlakatlar uchun qo'llaniladigan siyosat bo'lib hisoblanadi. Yashirin proteksionizm siyosati esa bevosita ichki iqtisodiy siyosat usullari yordamida amalga oshiriladi. Endi bu jadvalda tashqi savdoni siyosatini amalga oshirishda o'sha tarif va notarif usullarni qo'llaganda qaysi dastaklar orqali ulardan foydalanishimiz ko'rsatib o'tilgan. Demak, bugungi darsda biz tarif usullarini ko'rayotgan bo'lsak, demak, biz tashqi savdo siyosatini tarif usullari orqali amalga oshirganimizda bojxona bojlari va tarif kvotasi dastaklaridan foydalanamiz. Demak, tarifli savdo siyosatining eng asosiy dastagi bu bojxona tarifi. Bojxona tarifi deganda nimani tushunamiz? Albatta, bir mahsulotni o'sha davlatni bojxona chegarasidan olib o'tayotganda to'lanish kerak bo'layotgan o'sha bojxona haqidagi ma'lumotlar. Endi bojxona boji o'sha bojxona xodimlari tomonidan o'sha mahsulotni import yoki eksport qilinishda undiriladigan majburiy to'lov bo'lib hisoblanadi. Bojxona boji o'z navbatida qanday vazifalarni bajaradi? Fiskal vazifani bajaradi, demak, proteksionistik himoya vazifasini bajaradi va balanslovchi vazifalarni bajaradi. Demak, fiskal vazifani bajarganda nima deb aytishimiz mumkin? Demak, davlat bojxona xodimlari tomonidan undiriladigan bojlar albatta davlat byudjetiga tushib keladi. Proteksionizm siyosati orqali biz aytdik, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatdan himoya qiladi. Mana shunday siyosat orqali. Va balanslovchi deganda mamlakatda ichki narx jahon bozoridan narxidan past bo'lib qolgan holatlarda shu mahsulotni, demak, chiqib ketishini oldini olish uchun qo'llanuvchi, demak, boj turi bo'lib hisoblanadi. Endi bojxona bojlari turli xususiyatlariga ko'ra guruhlanadi.
undirish usuliga ko'ra, obyektiga, soliq solish obyektiga ko'ra, mazmuniga ko'ra, kelib chiqishiga ko'ra, stavkasiga ko'ra, hisoblash usuliga ko'ra. Demak, hozir har birini alohida bir ko'rib chiqamiz. Demak, undirish usuliga ko'ra bojxona bojlari ad valor, spetsifik va kombinatsiyalashgan usullarga bo'linadi. Demak, ad valor deganda bevosita o'sha mahsulotni bojxona qiymatidan foiz hisobida hisoblanuvchi, undiriluvchi boj bo'lib hisoblanadi. Spetsifik deganda bunda mahsulotni har bir o'lchoviga, ya'ni har bir birligiga belgilangan miqdordagi undiriladigan boj. Kombinatsiyalashgan, ya'ni aralashtirgan degani bu yuqoridagi ham ad valor va ham spetsifik, maxsus, demak, boj turlarini birgalikda qo'llanishi tushuniladi. Undirish obyektiga ko'ra, demak, import bojlari, eksport bojlari va tranzit bojlari bo'lib hisoblanadi. Endi bu tushunarli hammaga. Xarakteriga ko'ra davriy bojlar, dempingga qarshi bojlar va kompensatsion bojlar. Demak, davriy bojlar bu bevosita o'sha davriy mahsulotlar uchun xalqaro savdoni tartibga solishda qo'llaniladigan bojlar. Endi davriy mahsulotlarga asosan biz o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini misol keltirishimiz mumkin. Demak, dempingga qarshi bojlar bu mamlakat hududida o'sha o'zini haqiqiy narxidan past narxlarda tovarlarni olib kirish natijasida o'sha milliy ishlab chiqaruvchilarga zarar yetkaziladigan bo'lsa, o'sha mahsulotni importda undiriladigan boj bo'lib hisoblanadi. Va kompensatsion, demak, import qilinayotgan mahsulotlarni ishlab chiqarishda bevosita yoki bilvosita subsidiyalar qo'llaniladigan bo'lsa va buning natijasida o'sha milliy ishlab chiqaruvchilarga zarar keltirayotgan bo'lsa, demak, bu qo'llaniladigan boj bo'lib hisoblanadi. Kelib chiqishiga ko'ra avtonom, konvension va preferensial boj turlariga bo'linadi. Demak, avtonom boj deganda davlat boshqa davlatlar bilan kelishib o'tirmasdan o'zi joriy qilinadigan bir tomonlama boj bo'lib hisoblanadi. Konvension esa ikki yoki ko'p tomonlama kelishuv asosida joriy qilingan boj bo'lib hisoblanadi. Professional bu sanoat jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarni, rivojlanayotgan mamlakatlarda import qilinadigan tovarlarga nisbatan undiriladigan chegirmali boj turlari. Stavka turlariga ko'ra doimiy va o'zgaruvchan boj turlariga bo'linadi. Demak, doimiy deganda shart-sharoit o'zgarsa ham o'zgarmasdan turadigan boj bo'lib hisoblanadi. O'zgaruvchan degani bu hukumat tomonidan, demak, belgilab qo'yilgan holatlarda o'zgarib turadigan boj. Va hisoblash usuliga ko'ra nominal hamda real, demak, boj turlariga bo'linadi.